Assalomu alaykum, hurmatli fizika fanining shaydolari. Bugundan boshlab Chernotsin savollar to'plamini yechim qilib ko'rishni boshlaymiz. Hammalaringizga manfaatli bo'ladi degan umidda biz. Birinchi savolimiz kinematika bo'limidan boshlanyapti. Jism koordinatalari 0 nuqtadan 3,1 nuqtaga ko'chdi. Demak, bu nuqtada jismning ko'chish modulini toping deyilyapti. Koordinatamizni chizib olamiz. Demak, A nuqtada jism 0,3 koordinatada joylashgan bo'ladi. Demak, jism dastlab shu yerda bo'lgan. Va jism 3,1 nuqtada ko'chib o'tdi. Demak, x qiymatidan 3, y qiymatidan -1 nuqtada turibdi. Demak, ana bu yerda bilishimiz kerak bu koordinata x va y qiymatlarini. Demak, bu yerda jismning ko'chishini topishimiz uchun bilamiz, ko'chish bu eng qisqa masofa. Ya'ni to'g'ri chiziq hisoblanadi. Kuzatganimizdek bu yerda to'g'ri burchakli 3 burchak hosil bo'ldi. Bitta katet uzunligi 3 ga teng, ikkinchi katet uzunligi 4 ga teng. Pifagor teoremasidan bilamizki, ko'chishimiz demak a kvadrat plus b kvadratga teng bo'lib qoladi. Xo'p. Demak, katetlarimiz bir qiymati 3 ga, ikkinchi qiymat 4 ga teng. 3 kvadrat 4 kvadrat yig'indisi ildizda 25 va javobimiz 5 metr bo'ladi. Bu birinchi yechim usuli. Yana boshqa xil koordinatsion biror bir qiymatda bo'lishi mumkin. Misol uchun aytaylik, juda ham katta sonlarda berilgan bo'lsa, bu usulni chizma bilan ko'zimiz bilan ko'ra olmaydigan bo'lsak, boshqa xil yo'li ham mavjud. Demak, x2 minus x1 ning kvadrati plyusdan y2 minus y1 ning kvadratini yig'indi ildizda oladigan bo'lsak, bizlarda o'sha ko'chishni qiymatini keltirib chiqaruvchi formula bo'ladi va bundan ham javob bir xil 5 metr chiqadi. Ikkinchi savolimiz, ko'p tok 3 metr balandlikdan tushib, poldan sapchida va 1 metr balandlikda turganda ko'tarib tutib olindi. Demak, ko'p tokning bosib o'tgan yo'li bilan ko'chish modulini toping deyapti. Xo'sh. Ular orasidagi farq muvozanatini topamiz. Xo'sh, demak, ko'p tok yerdan 3 metr balandlikda tushdi. Demak, balandligimiz bu yerda 3 metr. Va polga urilib 1 metr balandlikka ko'tarilganda tutib olindi. Demak, ko'p tokning butun harakat davomida bosib o'tgan yo'li kelib yerga urilguncha va ko'tarilgan 1 metr masofa ko'p tokning bosib o'tgan yo'li bo'ladi. Demak, s barobar 3 plus 1. Demak, ko'p tokimiz 4 metr yurgan. Endi ko'chishini toping deydigan bo'lsa, ko'p tokni oxirgi va boshlang'ich vaziyatlari orasidagi masofa bizga ko'chishni beradi. Biz ana bu yerdagi delta masofani topib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, chizma holatdan 3 metrdan 1 metr masofani ayirib qo'yamiz. Demak, L ko'chishimiz 3 minus 1 2 metr bo'ladi. Demak, savolda aytilyapti. Ko'p tok o'tgan yo'li ko'chish modulidan necha marta katta deyapti. Demak, 2 metr. Demak, S taqsim L ni topishimiz kerak bo'ladi bizda. S imiz 4 metr, L imiz 2 metr. Demak, ko'p tokning masofasi ko'chishidan 2 marta katta bo'ladi. Uchinchi savolimiz. Samolyot to'g'ri yo'nalishda 600 km uchdi. So'ngra to'g'ri burchak ostida burilib, yana 800 km uchdi. Samolyotning ko'chish vektor moduli qanchaga teng? Necha kilometr deyapti. Demak, samolyot to'g'ri yo'nalishda, ya'ni o'z yo'nalishida, demak, qanaqadir s bar deydigan bo'lsak, 600 km masofani uchdi va burildi, o'ngga yoki chapga burildi. Biz buni ikki o'lchamli chizmada pastga deb chizishimiz mumkin. Baribir to'g'ri burchak ostida bo'lishi kerak. Demak, s2 qanaqadir 800 km masofani bosib o'tdi. Demak, bizda ko'chish modulini toping deyapti. Demak, boshlang'ich va oxirgi nuqtalarni tutashtiruvchi to'g'ri chiziqni biz ko'chish deb belgilaymiz va shu masofani topishimiz kerak. Bu ham Pifagor teoremasidan. Demak, s1 kvadrat plus s2 kvadrat 600 ning kvadrati plus 800 ning kvadrati. Bilamiz, bu Pifagor sonlaridan. Demak, 1000 km masofa kelib chiqadi. Demak, samolyotning ko'chishi 1000 km ga teng. To'rtinchi savolimiz. Yo'lovchi ko'cha bo'ylab 240 metr yo'l o'tdi.
So'ngra chorrahada burildi va perpendikulyar yo'nalishda yana 70 metr yo'l yurdi. Yo'lovchi o'tgan yo'lning ko'chish moduldan necha foizga ko'p? Demak, biza yo'lovchini harakatini ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, yo'lovchi to'g'ri yo'lda 240 metr yo'l yurdi va chorrahada perpendikulyar yo'nalishda 70 metrga burildi. Demak, biz yo'lovchini ko'chish modulini topib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, L modulimiz ildizda S1 kvadrat plus S2 kvadrat. Ya'ni 240 ning kvadrati qo'shilgan 70 ning kvadrati. Bu bizada 250 metr kelib chiqadi. Demak, yo'lovchining ko'chishi 250 metr. Bosib o'tgan yo'li 240 metr va 70 metrlar yondasi, ya'ni 310 metr. Endi savol aytayapti. Yo'lovchining bosib o'tgan yo'li ko'chishini ham necha foizga ortiq? Demak, bu yerda biza ko'chishni umumiy 100% deb oladigan bo'lsak, bosib o'tgan 310 metr masofamiz necha foizni tashkil qiladi? Demak, x ni topadigan bo'lsak, biza 310 ko'paytirilgan 100% taqsimda 250. 124%. Demak, 24% ga yuqori ekan bosib o'tgan yo'li ko'chishidan. Javobimiz 24% bo'ladi.